Mana shu mashinani sotib oldik. Yigirma ikkinchi yilgi 12-oy ekan. Egasidan sotib olyapmiz. Shasning o'zidan 98% zaryadi bor, ko'rsanglar. 323 kilometr yuradi deyapti. 98% zaryadi bilan. 300 kilometr yuradimi, yurmaydimi deb ko'pchilik so'rashardi. Bu yana ham ko'payishi mumkin. 350 gacha ham borishi mumkin. Batareya zapas xodi zo'r ekan mashinani. Zo'r ochib qo'ygan ekan. Elektromobillarga masalan ko'proq yuk yuklasanglar, batareyasida yetib bormayotgan mana molekulalari, mana bu batareyasini elektrodlari bo'ladi. Yetib bormayotgan joylariga yetib borib, batareya yana ham baquvvatlashadi. Xuddi nima deydi? Sport bilan shug'ullansangiz, jismoniy holatingiz yaxshilangandek, ba'zi bir paytda 2 tonna, 3 tonna yukni yuklab tursanglar, batareyani nimasi foizi ko'tarilib boraveradi. Chunki bor quvvatni ishlatishga sarflaydi-da, ishlamay turgan elektrod joylari ham, molekulalari ham hamma joyi ishga kirishadi-da. Shunda batareya foizi ko'tariladi. Ba'zida o'zini zaryadkalariga ham qo'yib turinglar. Faqat uyda o'zida zaryad qilaversa ham batareyaning yonkisini foizi pastlaydi. Pastlagandan keyin yana o'zini zaryadkasiga qo'ysanglar, uni zapravkalarda bo'ladigan, yana ko'tariladi, ko'tarilishiga yo'q. Mana shu narsani ham ko'p tavsiya qilishyapti bilganlar. GLS 2022-yil 12-oyga 2023-yil bo'lib chiqqan ekan mashina. Nimasi yo'q, avaryodor, kraskalari yo'q. Endi shasni egasini o'zida bo'lgani uchun poldovka qilib, yaltillatib tashamagan. Balon holatlari o'rtacha 32 ming, 37 ming yurgan ekan mashina. Hozir probegni ko'rsataman. Atsenka o'ylari o'rtacha holatda. Hop. Taglari ham javnoq yomon emas. Endi qishloq joyda ko'rsanglar, mana juda bir qishloq joydan sotib olyapmiz. Qishloq joyda mingan ekan mashinani. Batareya foizi zo'r ekan. Tikka turgan holati mashinani. Salonning holatlari, o'rindiqlari eng fullidan hamma funksiyalari bor, birorta tushib qolgan funksiyasi yo'q. Cruise control, klimat control hammasi joyida. Bu yerda mana bu nimasi? Pulli yo'llarga qo'yib o'tganda qo'yadigan high-pass bor ekan. Kitobchalari, lekin balon damlaydigan yo'q ekan buni. Shu mashina ekan, torpedkalarda sar-sar chizilgan joyi bor, o'zimizda yaltillatib buni nimasi bor, ketqizadigani bor. Yaltillatib chiroyli qilib qarama changini qaranglar. Endi bir qarab minmagan ekan. Lekin mashinaning nima texnik holati zo'r ekan mashinani. Bitta polirovka bilan qilinsa yangi mashina bo'ladi qoladi. Mana shu mashina ekan, oldik inshaalloh mashinani sotamiz. Narxlarini hali qo'yib o'taman. 37 ming yuribdi mashina. Yana bir marta qaranglar. 323 kilometr ko'rsatyapti. 97% zaryadi bilan. Yaxshi ekan mashina.